Bugun sizlar bilan o'sha Pinterestda chiroyli bo'lib, moda bo'lib ketgan tortimizni tayyorlaymiz. Klientim xohishlariga ko'ra birinchi qavatini bananli, ya'ni morojniy kremli va ichlarini to'la qilib banan solingan, ikkinchi qavatini esa yana bananli morojniy krem va shokoladimizni soyamiz. Bu klientim o'zimni tanishim edilar, shuning uchun shunaqa nejniy usuldagi tort tanladilar, ya'ni Pinterestda chiroyli bo'lib, o'zim ham rosa xohlagan tortimni ham qilib ko'rdim. Oldinlari tortlarimni shanti krem bilan pakritsiya qilardim, ya'ni shanti krem ishlatardim, lekin hozir slivka ishlatyapman. Shantidan ko'ra 1000 marta slivka yaxshiligini bilaman. Oxirgi qo'ygan relsimdagi videoyimdagi tortga, koronali tortga rostdan ham 200 mingga qilganmisiz degan savollar ko'p berishdi. Ha, rostdan ham 200 mingga qilingan tort koronalari bilan birga va ichlari snickersli nachinka bo'lgandi. Bu tortim videoda ko'rib turgan tortimni ham 200 mingga qilyapti. Va mana ko'plar juda ham ko'p qimmat deb o'ylashadi tortlarimni. Yo'q, narxlarni o'ziga moslab qo'yganman va narsalarga nima ketishini hammasini narxigacha hisoblab birdaniga aytaman. Unaqa o'zimga ko'p pul qolmasa ham, zato men ularni ko'ngilini ko'tarib tortlarni qilib beraman. Shundoq qilib bu tortimizni ham chiroyli gullarini chizib olib, barglarini qo'yib olib, ustiga durlarini sepib, toshchalarini klientimga berib yubordim. O'zlari kelib olib ketdilar. Juda ham chiroyli chiqibdi degan tiflar ham qoldirdilar. Ichlarini zo'r qilib beribsiz deb maqtab ham qo'ydilar. Kimga yana shunaqa arzon narxlarda tortlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol o'zimga yozishingiz mumkin. O'zingizlarni didinglarga moslab ichlarini zo'r qilib beraman va chirchiq bo'lib dastavkamiz ham mavjud.